Yaponiya vaqti 29 oktyabr kechqurun Tokiodagi Metropolitan mehmonxonasida Xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlamentlar kengashi yig'inining ochilish murosimi rasmiy boshlandi. Yig'inda Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotgan Yaponiya va boshqa davlatlardan kelgan siyosiyonlar, akademiklar va jurnalistlar do'stlikni texmo cho'nqurlashtirish va Uyg'ur xalqi duch kelgan genosidni tugutish uchun o'rtaq tirishish haqida fikr almashtirdi. 10-oyning 30 kuni va 31 kunlari o'tkazilgan munbarga 30 necha davlatdan kelgan parlament a'zosini o'z ichiga olgan taxminan 150 kishining qatnashadiganligi mo'ljallanmoqda. Bu yig'in Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlarning hamkorligida uyushtirilgan. Sharq Turkiston masalasida O'rta Sharq va Afrika allarini aldab kelayotgan va bu jihatda belgilik natija qozondiq deb qarayotgan Xitoy hukumatı navbatda G'arb allarini qiltoqqa dastish harakatiga o'tgan bo'lib, Shveysariyadagi Xitoyga yaqin shaxslarni Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı 16 oktyabrdan 20 oktyabrgacha Shveysariyadagi Xitoyparastlarni taklif qilib, Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan bo'lib, Urumchi shahri, Qashqar shahri, Sanji Qo'yzo avtonom oblasti qatorliq rayonlarda 5 kun ekskursiya qildirgan. Ziyoratchilar Xitoyning ko'z bo'yamchiligi uchun tayyorlagan o'rinlarni ko'rgandan keyin Xitoyning kutgani bo'yicha men Shinjongning jalbkorlikqa to'lgan joy ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim degan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Washingtonda o'tkazilgan bir ilmiy muhokama yig'inida Amerikadagi sanoat va savdo chambirgi vakillari bilan ko'rishgan. Wang Yi Amerika-Xitoy munosabati komiteti uyushtirgan ilmiy muhokama yig'inida qilgan so'zida o'zining Amerika ziyorati to'g'risida to'xtalgan bo'lib, Xitoyning Amerika bilan birlikda ikki davlat munosabatidagi aktiv qaralmalarni kuchaytirib, mavjud to'salg'ularni tugatadiganligini hamda ikki davlat rahbarlarining San Fransiskodagi uchrashishni amalga oshirish uchun o'rtaq tirishchanlikqa tayyor ekanligini ta'kidlagan. 3 haftadan buyon Isroilning qattiq hujumiga uchirgan G'azza rayonida hozirgacha 200 mingdan ortiq uy talafotga uchirgan bo'lib, 32 ming uy butunlay vayron bo'lgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 7 oktyabrdan boshlab Isroilning hujumida G'azza rayonida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi Falastin musofirlariga yordam berish xizmat organining 59 xizmatchisining qazo qilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Hamasning qurolli qanoti Izzettin Al-Qasim brigadasi qamal qilingan G'azza rayonining g'arbiy shimoliga kirgan bir qism Isroiliya harbiy mashinalarini nishonlaganligini e'lon qildi. Turkiya Cumhuriyeti qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan TGC Anadolu qatorliq Turkiya qurolli qismlariga tava 100 paraxod İstanbul bo'g'ozidan o'tdi. Shuning bilan birga Turkiya havo armiyasining aeroplanlari Cumhuriyet bayrami munosabati bilan İstanbul osmonida nomer ko'rsatdi. Millionlagan kishi bu hayvatli ko'rinishlarni naq maydonda va bevosita taratqularda ziyorat qildi. İsrailiya Bosh ministri Benyamin Netanyahu Hamasning 7 oktyabr G'azza rayonidan Isroiliyaga qilgan hujumi sababli Isroiliya armiyasi va ichki axborot organi Shimbitni ayblagan yozmasini o'chirdi. Isroiliya Bosh ministri tunugun kechda o'zining ijtimoiy aloqa hisobida qilgan va bir ozdan keyin o'chirib o'tgan so'zi uchun men xatolik o'tkazdim dedi. Yana bir tarafdan yuzlagan Isroiliylik poytaxtning markazidagi Kaplan ko'chasiga yig'ilib, Bosh ministri Benyamin Netanyahu va uning hukumatiga inkos qaytardi va Netanyahuga beg'ishlangan gunohkor degan so'zlar bilan sham yondirdi.